Assalomu alaykum. Ko'rinmas dunyo kanalimizga xush kelibsiz. Avstraliyalik yozuvchi, bashoratchi Sel Rachelning Yer uyg'onmoqda 2012-30 yil bashoratlari asarida u borgan sari insonlar, jamiyat unchalik katta bo'lmagan, har xil o'z qiziqishlariga ko'ra birlashadigan guruhlarga bo'linadi deb yozadi. Va buni hozirgi shu axborot hamma uchun keng miqyosda ochiq bo'lgan zamonda ijtimoiy tarmoqlar orqali kuzata olyapmiz. Va bugungi eshittiruvimizda ham mana shunday mayda guruhlarning kuchi haqida yoritishga harakat qilib ko'ramiz. Aniqrog'i 8 ning kuchi haqida to'xtalamiz. Mohiyatida esa fikrning ulkan ijodkor kuchi to'g'risida bo'ladi suhbatimiz. Hozirgi kunda olimlarning so'nggi yutuqlari yordamida ilm-fan yana bir qadamga inson o'ylagandan ko'ra ko'proq imkoniyatlari bor ekanligini tushunishga yaqinlashgan. Ilgari faqatgina tasavvuf deb hisoblanadigan narsalar yoki fantast yozuvchilarning ma'lum bir taxminlari deb hisoblangan narsalar endilikda eksperimental ravishda asta-sekinlik bilan, lekin aniq ravishda tasdiqlangan. Bu o'rinda masalan Kaliforniyadagi yurak matematikasi institutini yoki Greg Braden, Joe Dispenza, Bruce Lipton singari olimlarning, Deepak Chopra, Klaus Joule va boshqalarning ishlarini yodga olish mumkin. Olimlar kashf etgan narsalar juda ham qiziq va hayratlanarli. Masalan, pulsatsiya qilib turuvchi butun olamga yoyilgan energiya maydoni barchamiz ongimizning markaziy dvigateli ekan. Bu degani olamning tayanch qonunlaridan biri bo'lgan birlik qonuniga asosan barchamiz uzviy bog'langanmiz va kelib chiqishimiz ham bir manbadan. Rivojlanish darajamiz turlicha bo'lishi mumkin xolos. Va olimlar biz hamma insonlar bir xil asosiy materialdan yasalganimizni aniqlashdi. Ya'ni eng asosiy qatlamda, eng teran darajada barcha tirik mavjudotlar, shu jumladan odamlar ham albatta, mana shu bitmas tuganmas energiya dengizi bilan doimiy ravishda ma'lumot almashib turadigan kvant energiyasi o'ziga xos to'plamlari ekanligini aniqlashdi. Ilmiy tajribalar yordamida olimlar koinot orqali, butun olam orqali oqib o'tuvchi hayotiy kuch degan narsa borligini ko'rsatishdi. Turli an'analarda u azaldan minglab yillar ilgari kollektiv ong deb nomlangan yoki muqaddas kitoblarda uni muqaddas ruh degan atamasi ham mavjud. Va ilm ahli endilikda insoniyat asrlar davomida ishonib kelgan, lekin ilmiy tushuntirish bo'lmagan turli hodisalarni tasdiqlovchi dalillarni endilikda taqdim qilishyapti. Misol uchun, noan'anaviy tibbiyot samaradorligini va ishlash prinsiplarini, mexanizmini ko'rsatuvchi dalillardan tortib va hokazo. Endi shunday bir Lynn McTaggart ismli amerikalik ma'ruzachi, jurnalist, yozuvchi va noshir ayol bu borada bir qator asarlar yaratgan. Shu jumladan Intilish tajribasi va Maydon asarlarini ham. Uning kitoblari 30 ta tilga tarjima qilingan aslida. Va uning Maydon hamda 8 ning kuchi kitoblari dunyoning yetakchi olimlari bilan o'tkazilgan ko'plab intervyulari natijasidir. Unda keltirilgan nazariyalar, dalillar inson ongi vaqt va masofani yengib o'tishga, kelajakni bashorat qilishga, kasalliklarni davolashga va boshqa odamning ost ongiga ta'sir qilib, hattoki uning o'sha tanloviga ta'sir ko'rsata olishga qodir ekanligini isbotlashgan. Bu imkoniyatlarning barchasi doimo umumiy energiya maydoni bilan bog'liq. Biz uni ko'ra olmaymiz, lekin uning o'zimizga bo'lgan ta'sirini juda ham aniq his qilishimiz mumkin ekan. Umuman olganda, fikrlar atrofimizdagi dunyoga va o'zimizga ta'sir qilishi mumkinligini hozirgi kunda aksariyat insonlarga ma'lum bo'lgan narsa. Va Lynn McTaggart mana shu nazariyaning ilmiy dalillarini o'z mehnatlarida, kitoblarida taqdim etyapti va inson ongini o'rganish uchun qiziqarli bir tajribada ishtirok etishga taklif qilyapti. Uning birinchi Maydon, koinotning maxfiy kuchlarini izlash nomli kitobida Lynn kvant energiya maydonining mavjudligini va koinotdagi hamma narsa o'zaro bog'liqligini isbotlaydi. Niyat tajribasi asarida esa bilimlar yordamida bu ma'lumotni kundalik hayotimizda, kundalik turmushimizda qanday ishlatishimiz mumkinligini bilib olishimiz mumkin bo'ladi. Ya'ni muallif maqsadlarimizga erishishga imkon beradigan o'sha niyatning, asl niyatning faolligi va kuchini oshirish uchun amaliy bir dasturlarni taklif etyapti. Fikr
energiyasi bu hayotimizni o'zgartirishi, jamiyatni yaxshilashi va butun sayyoramizga foydali ta'sir ko'rsatishi mumkin bo'lgan bitmas, tuganmas manbadir. Endi 8 ning kuchi mohiyatiga o'tadigan bo'lsak, demak, hamma narsa fikrning ijodiy energiyasiga asoslangan. Ya'ni fikrlar jismoniy materiyani, har qanday moddani o'zgartirishi mumkin bo'lgan haqiqiy narsadir. Va ko'plab tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, bu jarayon aynan guruhda ancha miqdorda kuchliroq o'z samarasini berar ekan. Olamning tayanch birlik qonuniga ko'ra, biz hammamiz ulkan energiya maydonining yoki kvant maydonining bir qismimiz va subatomik darajada, ya'ni juda mayda darajada biz doimo tebranadigan energiyamiz. Hamma narsa esa doimo energiya almashish jarayonida, ham ichimizda, ham tashqaridagi hamma narsa bilan. Shu energiya zarralari butun dunyodagi, insondagi, tabiat, borliqdagi energiya zarralari ma'lumotni cheksiz saqlash qobiliyatiga ega. Umuman olganda butun maydon energiya va ma'lumotlar doimiy ravishda almashadigan va saqlanadigan joy. Bu har birimiz mana shu maydonning bir qismi bo'lganimiz sababli hayotiy kuch almashinuvi, axborot almashinuvi har kimning qayerda joylashuvidan qat'iy nazar amalga oshiriladi. Bu jarayonda fikr kuchli ijodiy moddadir. Buni chuqur anglash va tushunish lozim. Va Lin Maktaggartning Maydon asarida yoritilganidek, niyat bilan bo'lgan tajriba dastlab o'simlik urug'lari tezroq o'sishga qaratilgandi. Keyin esa suvni tozalash bilan o'tkazildi, keyin esa xavfli hududlarda jinoyatlarni kamaytirishga qaratilgan edi. Va hokazo shunday turli tajribalar o'tkazilgan edi. Natijada tajribalar barqaror ijobiy natija bera boshladi. Bu nimani anglatgan? Bu degani endilikda maydondan yoki energiyamiz qaratilgan obyektdan javoban xabar olish uchun avvalgidek o'sha sufiylar yoki rohiblar singari mashq qilish, yillar davomida mashq qilish kerak emas ekan. Buning uchun muayyan vaqt ichida faqatgina 10 daqiqa davomida asl niyat kuchini yuborish yetarli ekan. Statistik ma'lumotlarga qaraganda, har kuni ma'lum bir maqsadga asl intilish kuchini ongli ravishda yuborish hattoki birgina haftasi ham aniq natijalar berar ekan. Va har kimga jismonan yaqin bo'lish ham shart emas ekan. Tajribalar ko'p marotaba aslida masofadan turib bajarildi. Ya'ni 8 ning virtual kuchi yoki ekstrasensorik internet deb ataladigan narsalarni yaratish orqali. Va umuman olganda 5 ta yoki 10 kishi ham bu ishlaydigan variant. Aslida bu juda oddiy jarayon. Masalan, kimnidir dardiga shifo topilishini istagida kichik bir guruhga jamlanib, ma'lum bir insonga bir hafta, 10 kun yoki istalgancha vaqt ichida har kuni 10 daqiqa davomida ongli ravishda kerakli niyatda yo'naltirilgan energiyani jo'natish orqali bajariladi. Asl intilish kuchini jamlash va yo'naltira olish hodisasi juda samarali usul bo'lib, xuddi ibodatga o'xshaydi. Shunchaki har kungi deylik o'sha ibodatdan farqli o'laroq juda aniq yo'naltirilgan bo'lish kerak. Va eng muhimi, bu amaliyotni chin yurakdan, chin dildan ishtiyoq va ichki xohish bilan kuchingiz bo'lganda albatta hamda ezgu niyatni ko'zlagan holda qilish tavsiya qilinadi. Ta'kidlanishicha, bu ta'sir hatto hech bir dinga aloqasi bo'lmagan va hech narsaga ishonmaydigan insonlarda ham kuzatilgan, ayniqsa shifolash jarayonida. Bu esa o'z navbatida faqatgina platsebo effekti tushunchasidan tashqariga chiqadi demak. Ijobiy ta'sir ko'pchilik ishonchining dinamik kuchidan ham kelib chiqadi. Shu bilan birgalikda insonning biron bir guruhga, jamoaga tegishli bo'lish tuyg'usi bilan ham bog'liq. Bu albatta o'z navbatida haddan tashqari egotsentrizmning rivojlanishiga to'sqinlik qiladigan ahamiyatli bir omil deb ta'kidlash joiz. Bularning barchasida eng qiziqarli va ahamiyatli yoki asosiy bir joyi bu haqiqiy insoniy altruizm hodisasi. Bu degani mana shu jarayonda insonning ich-ichidan rostakam qiziqib va samimiy ishtirok etishi oqibatida o'z hayotining ham avtomatik ravishda, ya'ni o'zi kutmagan ravishda o'z-o'zidan maydondan bir javob sifatida to'g'rilanib, uyg'unlashib ketganligi kuzatilgan. Ya'ni o'sha ishtirokchining hayoti.
Bunday amalda ko'zgu prinsipi yoki oddiy qilib gapirganda o'zi haqida shunday paytlarda, shunday damlarda unutib, borliqqa ulashish tamoyili ishga tushadi. Va bu tamoyil deyarli barcha muqaddas ta'limotlarning biz olamga shunchaki ichimizdagini ulashish orqali olamiz qoidasini tasdiqlayapti o'z o'rnida. Umuman olganda butun amaliyotda eng ahamiyatlisi bu aynan fikrning ijodiy kuchini anglash, payqash va o'z tafakkuriga, fikrlash tarziga e'tiborli bo'lishni o'rganish mening nazarimda. Chunki gul ham o'sib o'z ildizini ko'rmaydi. Garchi u butun umri davomida o'sha ildizdan hayot tortib yashasada va usiz mavjud bo'la olmasa ham, lekin uning faqatgina bitta o'sha yaratuvchidan berilgan dasturi mavjud. Insonga esa butun olam bilan, yaratuvchi bilan bog'laydigan ong berilgan, yurak berilgan. Juda keng qamrovli, ulkan va murakkab ong. Va uning bu dunyodan yashashdan asosiy vazifalaridan biri ham o'zining ongini, tafakkurini o'rganish, ichki salohiyatlarni ocha bilish va o'z fikrining beqiyos ijodiy kuchi bilan tanishish. Va bugungi efirimizni Deepak Chopraning o'z umrini yaratish asaridan olingan bir misralari bilan tugatmoqchi edim. Kuni kelib siz butun koinotni o'z ichingizda topishingiz mumkinligini tushunasiz. Va keyin o'zingiz o'ziga xos bir sehrgarga aylanasiz. Sehrgar bo'lganingizdan so'ng esa siz endi bu dunyoda yashamaysiz. Aslida endi dunyo sizning ichingizda yashaydi. Bugun bizlar bilan bo'lganingiz va e'tiboringiz uchun katta rahmat. Keyingi ko'rinmas dunyo sayohatlarida ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.